Bugungi darslarimiz bilan 10 klik, ya'ni buttonlar, tugmalar bilan ishimiz bugun. 10 klik nima o'zi? Eng sodda tushuntirish. 10 klik bu HTML elementiga button div, ya'ni konteyner atg. Atg nechadadi bu? Silga bopadi, молодец. Berilgan event hodisa. Foydalanuvchi bosganda klik biror JavaScript kod ishga tushadi va misol uchun masalan buttonda qanaqa 10 klikda ham narsa to'g'rimi? Alertidan salom beradi. Ya'ni buttondagi tugmani bosgan vaqtimda salom beradi. Biz shu narsani yozib yuramiz hozir. Buning uchun Visual Studio. Yo'q, bundan endi yasak bo'ladi. O'tgan darslarimiz faqatgina arifmetik misollar edi-ku. Voy, yana misol qilamiz. Aytgancha, bizlar JavaScript kodlarimizni HTML tagini ichida, HTML desa ham bo'ladi. CSS ham, HTML ham, JavaScript ham hammasini birdan ichida desak bo'ladi. Qaysi papka bizaki? Dastlaash asoslari 13. Hop, turasizmi? Bugun 03 fevral. Nuqta xatim bo'lasam bo'laman. Hamma rozimi? HTML fayl ichida yozamiz hamma narsamiz. Qaranglar endi bu yerda men yozishni boshlayman. Biz asosiy yordamga yana strukturamizni tuzib kerak. Hash doc type to'g'rimi? Bu yerdan boradi. Xatimlar boradi. Xatimlar. Birinchidan nima? Body bor. Allah ko'rma. Hit. Bunun içinde title, to'g'rimi? Hop. Bu yerga yozamiz sinovlab. Bak, JS ishlatish uchun xatimlar qo'ying. Ixtiyor nom yozib o'tirsan. Rasmsiz o'tiribmisan, men rasmsiz o'tiribmisan. Bir mana ko'rsam bir do'stga aytsan. Qani body qismini qaranglar. Biza JS'larimiz, ya'ni JavaScript kodlarimiz nerga yozamiz degan savol bo'lsangizda, biz chiqamizdan har doim biza hidi ichini nima yozib style madi, ya'ni CSS madi, to'g'rimi? Endi biza bodydan pastga yozamiz. Endi asosan shunday bo'ladi. JS. Biza script JS emas. Script. Qanday deyapsiz? Biza endi JavaScript kodlarimizni script degining ichida yozamiz. Tushunarlimi? Qaranglar, yetdi. Bu yerda CSS bo'ldi. CSS ga yozishimiz biz boshlar bodyning ichidan bir narsa yoza boshlashimiz kerak, to'g'rimi? Masalan, doğrudan doğru tugma ko'rsak bo'ladimi? Tugmaning inglizchasi nima bu? Button, to'g'rimi? Button. Buni bosamizdan yozamiz. Lekin IB'da biza yangi 10 klik degan narsani eshitamiz. 10 klik. Teng demasa IB'da kod yozamiz. Biza o'tgan safar aytdik, alert ni setib beradi bizlara. Alert ekran chiqib beramadi bu. Qovus ochamanda IB'da nima deymiz? Tak. Assalomu alaykum. Qilmadi. Nuqta degan bu narsa. Bir nuqta assalomu alaykum deymizdan qaranglar. Endi tugmaga nom berishimiz kerak. Berib masalan, tak meni yoki bossani click me degan. Meni bossani nima inglizchasi? Click me. Bilmaysan shuni. İngilizce vallahi bütün gastronomlar. Doğrazımı? Yaxshi, yaxshi, qilgan so'z xato yozdim. Endi qarang, men shuni bosadigan bo'lsam,
Chatda mana assalomu alaykum degan narsa chiqarib berdimi? Direktni o'tkazib aytib pop-up deb men nomlamaylik bildingizmi? Shu narsa aytiladi pop-up deb. Tushunarlimi? Ya'ni yuqoridan shuni o'ynab chiqishi. Ya'ni alert bizlari hozircha turibdi, ma'lumotlarni ekranga chiqarib berish vazifasini bajarib turibdi ekan. Bu JavaScript ishlayapti turibmiz biz ichida. JavaScript uchun o'zi asosan funksiya yoziladi. Funksiya yoziladi bu yerda. Bunun ichida ko'p narsalarimiz. Masalan, shu alert ham bir de pastda tak bir de o'z yosh qilib turib, so'z kodini bir yozishimiz mumkin. Hozir bu bo'lsa ko'ramiz pastda. Asosiy biz hozir tugma chiqarishni ko'rib oldik. HTML ichida 10 klik eng tez va oson usuli. Oddiy matn chiqarish, alert, natija tugmani bosiladi, ekranga chiqadi, oddiy HTML fayl. Hozir biz yozgan kodni yozib qo'yadilar. Keyin terminal shartamiz bizlara ishlatish, HTML faylini oching, brauzerda run qiling va double klik chiqadi. Ekranning o'zida matn chiqarish alert emas. Ekranning o'zida matn chiqarishimiz uchun narsa biz aytamiz. Document get element by id result deymiz. Qaranglar, shu narsani ko'rsak tushuncha menimcha ortadi deb o'ylayman. Ichini oddiy qara. Stiker qo'yish, emoji qo'yish deganim. Windows bosib nuqta qo'ysangizlar har xil emojilar chiqadi. Ha? GIF qo'yib bo'lmaydi. Uni iloji yo'q. Endi bu saytni bir update qilamiz va bosh sentiment bormi? Bosamiz. O'zgarmagani sabab aytaymi hozir bu yerda? Prosta qo'yib turibman mana hozir. Endi biz nima ichida ishlayapsan? O'tgan darsimizdagi kod yozaman hozir shu yerga. Mana tugma bosildi. Qaytaraman. Bosaman, tugma bosildi. Bosmasam bosilmadi bo'ladi. Buni bossam o'zim chiqadi, buni bossam tugma bosildi. Bu yerda nima bo'lganini endi biza o'qib olishimiz kerak qaranglar. Biza h2 deganda id berdik. Resultdan. Resultdan natija to'g'rimi? Hali tugma bosilmadan so'z ko'p qo'ydikmi? Va endi shu resultdan idni esa qaranglar. Button on click document get element by id degani seni iding tutib oladi. Ya'ni sen shu tugmani bosdingmi, bosmadingmi shu narsani bilib beruvchi funksiyasi ishida turibdi. Document get element by id va result ya'ni shu id egasini ya'ni shu tugmani bosganingda sana shu yozuv chiqarib beradi. Ya'ni hali tugma bosilmadi degan narsa chiqarib beradi shu yozuv. Turishi. Inner text bo'lsa, ya'ni matn o'tilsa, ish tugmani bosilgan holatda tugma bosilgan so'zni chiqarib beradi. Ya'ni bu yerda if else o'xshagan narsa bo'libdi, faqat mana if else sal tushunarsizroq, ya'ni quyiroq o'tdi. Keyin tushuntirib qo'ydi bu yerda id result elementini tanishi uchun nom inner text ichidagi tekstni o'zgartiradi. Demak, inner text ma'lumotni o'zgartirib chiqarib beradi degan ekranga. On click my function dedi. Funksiyaga ulash eng yaxshi on click usuli. Natija tugma bosilganda funksiya ishlaydi. Bu yerda tak o'sha script kodini yozib qo'yamiz mana. Shu script kodini olamiz. Qaranglar. Bizlar yangi aytgan kodni bu yerga yozib berdi. Endi lekin buni ichine biza boshqa narsa yozamiz. Qaranglar. Show text dedi. Shuni o'zi yetarli bizlarga. Biz uchun buni yozganimni tushuntirib beraman. Show text kodni ochib yopishni o'zi kifoya ekan. Show text on klikka turganini bu yerda aytamiz hozir. Nima uchun? Show text deb funksiyalarimizni nom berdi bu yerda. Bu funksiyani xohlasangiz nomlashingiz mumkin. Masalan, bu yerda nima deymiz? Mehrinso desak, iberam mehrinsoni berishimiz kerak. Tushunarlimi? Biza funksiyani nomlab oldik va kod ichida document get my id yozgan kodlarimizni bu yerga yozdik xolos. Va bu yerga esa funksiyalarimizni nomini o'rgatdik on klikka. Tushunarli bo'ldimi shu yerda? Va biz saytda ishlatib ko'ramiz. Yana xuddi shu narsa bosamiz, ishlayveradi. Yetib bordimi?
Ya'ni biz shunga o'xshagan yana bir funksiya yaratamiz o'zimiz. Function bir funksiyalarga nom beramiz. Masalan, not chiqarsa bizlar boshqa vaqtlarimizda. Boshqa rasm chiqarish uchunmi? Chiqdi. Chiqadi hozir bir rasm. Aytdi. Endi bir funksiya yozamiz. Masalan, funksiya modu no deyman. Tak, tak, matn yoz deb nomladim va funksiyani ochib yopaman va systemni kod ichida men asosiy kodlarni yozaman. Document, to'g'rimi? Get my id, get element by id va uni ichida result tashlashimiz, yana id berishimiz kerak. Id ni xohlagan nom bilan tashlashimiz mumkin. Masalan, id ni yana tak natija. Biza id ni bilsang, nimalar turadi yana? H2 teginda, to'g'rimi? H2 teginda berib turadik. Masalan, men yozib olaman yana. H1 teginda yozaman bu safar. H1 teginda yozaman va bunga id beraman. Hozir mendan nima id hozir? Ikkisi shu to'rda o'tiraman. Uydan yurib borasizlar. Tak, id beramiz. Bunga men natija deb nomladim va tak qo'sh amalni bajarishimiz tushunmaydi. Tak. O'tgan narsamizda biza kod yozdik, to'g'rimi? Let. Deyishmagan, so. Okay. Number as let as son 1 teng number positionda nomadi promptmadi prompt ichida sonni kiriting. Let endi son 2 number prompt ikkinchi sonni kiriting. Sonni kiriting. Endi biz yozib bo'ldik. Buni ekranga chiqarishimiz uchun nomadi alert positionda son 1 qo'shamiz, son 2. To'g'rimi? Men endi buni eshitib ko'raman hozir. Natijadan id alamandan yozaman. Albatta, inner text teng natija. Demanda qani eshitib ko'ramiz, ishlamay ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz. Xato bo'lsa to'g'rilaymiz. Birinchi soniga teng 50, ikkinchi soniga teng 50 va natija 100. Ishadi. Tushunarlimi? Videoni ko'rib sizlar ham xuddi shu narsani o'rganib boshlashingiz kerak edi bugungi darsimizda. Ya'ni tugma id berish, ya'ni hashtagini id berasizlar va JavaScriptda shu narsaga funksiya yozasizlar. Tushunarlimi? Hozirgi men matematik amal bajarganimda ham ko'rib olasizlar videoni ko'rib.